Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men Muhammad Izzat. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Aqsaray amaldorlari 23 avgust bayonot berib, Amerikaning 31 avgustgacha Afg'onistondan chekindiradigan musofirlarni to'liq chekindirib chiqish uchun Talibanlar bilan so'zlashayotganligini ilgari surgan. Hozir Afg'onistonda taxminan 2000 dan ortiq Uyg'urning yashayotganligi ilgari surilayotgan bo'lsa-mu, ammo hozir qadar ulardan hech birining Amerika yoki boshqa davlatlarga elib ketilganligiga doir uchur bo'lmagan. Xalqaro kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoy ishlar tadqiqotchisi Maya Wang bu vaqtda o'zlarining bir qancha yillar ilgariki Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarining Xitoy hukumatining besim bilan majburiy qaytarilganligidek bir og'ir masalani bildiganligini, Xitoy hukumati bilan hamkorlashib Uyg'urlarni majburiy Xitoy qaytarishdek bu ishlar O'tir Sharq davlatlarida davomli ko'rilayotganligini, bu Uyg'urlarning Xitoy qaytarilgandan keyin og'ir jismoniy qiynashga uchraganligi, har turli qamoq jazolariga mahkum bo'layotganligi, shunga Afg'onistondagi Uyg'urlarning Xitoy bilan hamkorlashayotgan Talibanlar tarafidan majburiy qaytarilish ehtimoli nihoyat cho'ng deb qaraydiganligini, chunki hozirgi mundaq bir favqulodda vaziyatda Uyg'urlarni Xitoy qaytarishga bo'lmaydiganligini, agar Uyg'urlar Xitoy qaytarilsa lagerlar qamilib, texmo og'ir qismatlarga duchor bo'ldiganligini bildirib, xalqaro kishilik huquqni himoya qilish o'lchami bo'yicha har qanday bir hukumat musofirlarni majburiy qaytarishga bo'lmaydiganligini, shunga har qanday bir davlat yoki hukumat xalqaro kishilik huquqni himoya qilish o'lchamlari bo'yicha Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslik kerakligini, mazkur o'lcham bo'yicha oldi bilan Talibanni Afg'onistondagi Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqirdiganligini, xalqaro jamoatni Afg'oniston va dunyoning har qanday joylaridagi Uyg'urlarni uchinchi bir bexatar davlatga musofir bo'lib berish uchun sharoit va fursat yaratib berishga yordam qilishni umid qiladiganligini bildirgan. Uyg'ur tarixi bo'yicha nopostliq tadqiqotchilardan Rayin Samom Afg'onistondagi Uyg'urlarning favqulodda xatar ichida turayotganligini va o'zining buningga bo'lgan andisini bildirib, Afg'onistondagi Uyg'urlar intayin jiddiy bir vaziyatda turayotganligini, bundaq bir ahvolda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Musofirlar komiteti Uyg'urlarga alohida muomala qilishi zarurligini, yolg'iz Afg'onistondagi Uyg'urlar emas, dunyo miqyosida Xitoy qaytarilish tahdidiga uchrayotgan, Xitoyning o'v nishoni qilinayotgan Uyg'urlarning hammasi qutqizishga muhtoj ekanligini, Pokistonga o'xshash ba'zi davlatlardagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar ishxonalari Uyg'urlarga muvofiq qo'g'dinish fursati va e'tibor bermayotganligini ayblab, Afg'onistondagi vaziyat nurg'un kishilarda andish qo'zg'aganligi, xalqaro jamiyatning Uyg'urlarni qutqizish uchun jiddiy va amaliy bir tadbir qo'llanish kerakligini bildirgan. Avgust chorshanba kuni Xitoy Kompartiyasi Ma'rif ministrligi qatorliq 8 tarmoq birlikda uqtirish tarqitib, xususiy maktablarni qisqartib taqashga boshlagan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Kompartiyasi Mengyush ma'rifini kuchaytirib, Xi Jinping ideyasini boshlang'ich va o'rta maktablarning darsxonalariga kirgizgan. 25 avgust chorshanba kuni Xitoy Ma'rif ministrligining organ tor bekitida Ma'rif ministrligi, Markaziy komitet va davlatlik taraqqiyot islohot qatorliq 8 tarmoq birlikda tarqatgan hukumat maktablarining ta'sis qilish yoki shaxsiy majburiyat ma'rif maktablarini qurish qatnashish to'g'risidagi tizginlash uqtirishni e'lon qilib, hukumat va shaxsiy majburiyat ma'rif maktablarining doirasiga aniqlama bergan. Buningdan keyin yana shaxsiy tusini olgan hukumat maktab qurishni amaldan qoldirgan. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy Kompartiyasi boshlang'ich va o'rta maktab o'quvchilarining ideologiyasini kontrol qilish salmoqini oshirgan. Xitoy partiyasining davlatlik darslik komiteti kuzda yangi bir mavsum boshlangandan keyin Xi Jinping ideyasini atrofli o'rganishning faqat birli dars bo'lib qolmasdan barliq kasbiy darslarga birlashtirilib, boshlang'ich maktabdan universitetgacha o'rnashtirilgan. Ba'zi mutaxassislarning qarashicha, bu Xitoyning kichikidilla boshlab mustaqil tafakkur qilish iqtidorini yo'qotib, oxirida xalqni Xitoy Kompartiyasiga butunlay moyil qilib, butun dunyoning pat orada Xitoydan munosabatlarni uzishi va Xitoy Kompartiyasiga bo'lgan jinoiy javobgarlik taqobil turishgan. Qo'l titrashning eng asosli ifodasi qo'lda ixtiyorsiz va ritmli titrash bo'lib, odatda titrashni fiziologiyalik va patologiyalik deb ikki xilga ayirishga bo'ladi. Fiziologiyalik titrash ko'pincha bir qadar oz uchraydigan bo'lib, odatda ruhiy jihatdan ziyoda jiddiylashish yoki qo'rqish, hayajonlanish yoki ziyoda charchash sababidan yuz beradi. Buningdan sirt ziyoda ochiqlanish sababidan qo'l titrash alomatlari ko'rildi. Odatda bu xil fiziologiyalik omildan kelib chiqqan qo'l titrash ko'pincha kayfiyati normallashgan yoki dam olgandan keyin pasayib qoladi. Doim qo'zg'almaydi. Shunga davolash mojassiz. Patologiyalik sababdan qo'l titrash bo'lsa, qo'l ixtiyorsiz holda titrab qolmasdan yana uzun muddat davomlashadi. Ko'pinchisi mangulik bo'lishi mumkin.
Bu xil patologiyalik titrash ko'pincha kasallik sababidan kelib chiqqan cho'ng miya harakatining moslashtirish iqtidori rayonining ziyonga uchrashidan kelib chiqadi. Uningdan sirt yana tövandagi bir qancha xil kasalliklarmi qo'l titrashni keltirib chiqaradi. Birinchi, qalqon bez funksiyasi kuchayib ketish. Qalqonsimon bez iqdorining kuchayib ketishi asosligi qalqonsimon bezning hormon ajratib chiqarishi ziyoda ko'p bo'lishdan kelib chiqadigan bir xil kasallik bo'lib, yosh ayollarda bir qadar ko'p uchraydi. Qalqonsimon bez iqdori eshib ketsimi qo'l titrash ahvollari ko'riladi. Ikkinchi, bo'yin umurtqa kasali. Bo'yin umurtqa kasali asosligi kishilarning yonfon va kompyuterdan iborat elektronlik uskunalarga ziyoda tayinib olganligidan kelib chiqqan. Hamda asta-asta kun sari yoshilishga qarab yuzlanayotgan hozirgi zamon kasalligi bo'lib, agar bo'yin umurtqasi kasali keltirib chiqqan qo'l titrash kasallik alomati ko'rilsa, odatda doktorlar tekshirganda bo'yin umurtqasining CT yoki yadro magnitlik tekshirish qilishini talab qiladi. Bundaq bo'lganda bo'yin umurtqasi kasali keltirib chiqqan qo'l titrashni aniq belgili bo'ladi. Uchinchi, favqulodda qo'l titrash. Favqulodda qo'l titrash birlamchi titrash yoki irsiyat xarakterlik titrash deb ataladi. Bu xil kasallikning qo'zg'alish sababi aniq emas. Taxminan 60% bemorning jamiyatining kasallik tarixi bor. Odatga chiqib aytganda, agar jamiyatidan ba'zilar favqulodda titrash kasali giribtor bo'lsa, uning avlodlarining favqulodda titrash kasali giribtor bo'lish nisbati xeyli yuqori bo'ladi. 4. Kichik miya kasallik o'zgarishi. Kichik miyadagi kasallik o'zgarishi qo'l titrashni keltirib chiqarishi mumkin. Uningdan boshqa jigar purchoqsimon yadro kasallik o'zgarishi, jigar manbalik miya kasali, Evanlik qatorliq kasalliklar qo'l titrash kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.